Andijon viloyatida ishlab chiqarish yo'nalishiga bo'lgan e'tibor har doimgidan ortib bormoqda. Xususan, charm sanoati mahsulotlari ishlab chiqarish yangi bosqichga ko'tarilyapti. Buning uchun Oltinko'l tumanida zamonaviy ishlab chiqarish va savdo majmuasi barpo etilmoqda. Har qanday sohadagi muvaffaqiyat avvalo qulay sharoitga bog'liq. Ba'zan ko'zga ko'rinmas, ammo kundalik faoliyatda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan infratuzilma tizimi bu yo'nalishda muhim o'rin tutadi. Shu bois mazkur bunyodkorlik maydonida birinchi navbatda ichimlik suvi quvurini tortish ishlariga alohida e'tibor qaratildi. Foydalanishga topshirilgan binolarimiz asosan charm poyabzal do'konlari, savdo rastalari, shunaqa joylar. Ular hammasi endi suv bilan ta'minlangan. Shu suvlarda nimalar sharoitlarni yaratib bergan prezidentimizga, suv ta'minot rahbarlariga, viloyat hokimimizga minnatdorchilik bildiramiz. Charm sanoat poyabzal ishlab chiqarish korxonasiga xizmat qiladi. Bashnamiz holati 25 tonna suv sig'imiga ega. 25 tonna suv doimiy suv bilan ta'minlanadi. Barcha xonalari, barcha ish joylari hammasi ichimlik suvi, toza ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Suv kelish qismidan kelib, birinchisi bundan mana birinchi yompsga quyiladi. Undan keyin ikkita filtrimiz, bu filtrdan chiqqandan keyin bakteriyaskiy holatiga keladi. Buni bakteriyalarini o'ldirib, bakteriyalar o'ldirilgandan keyin bu yompsga to'planib, xlorlanib, tozalanib, keyin bundan keyingi holatda ichimlikka beramiz bu yerda. Ushbu hududni ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida 850 metr masofaga yangi quvur tortish rejalashtirilgan bo'lib, hozirga qadar 450 metr masofada quvur tortish ishlari amalga oshirildi. Bu orqali kelgusida faoliyat boshlaydigan korxonalarning barqaror ishlashi, ishchilar uchun qulay sanitariya sharoitlarini yaratish hamda atrof muhitning toza saqlanishini ta'minlash ko'zda tutilgan.